Yandex qilish vobshe qiyin bo'lib ketyapti. Onasini emmasin. Ko'chadagi probkalar lojangida qatnashganda bo'ladi odam. Yangi vizitmi? Assalomu alaykum aka, Yandex chaqiruvdilaringmi? Assalomu alaykum, aka. Tuzumsiz, yaxshi kelib oldingizmi? Aka, anaqa qilsa, odamdan yaxshilik qoladi-da. 5 kishi edik. Olib keta qoling. Ikkita mashina chaqirib yurmaydi-ku. Manitingiz toza ekani chiqinglar aka. Yaxshi insonga o'xshaysiz-ku. Yaxshi insonga o'xshaysiz, aka. Ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Chiqdingmi? Ani faizimizni berdi. Ketdik aka. Hoppa. Ketdik mana. Qancha ko'rsatgan aka? 5000. 5 kishiga 5000 mi? Mahalla loyakanda aka, shu ko'chani boshqa chiqib olaylik, ag'ida avtobusga ketaveramiz. Xudo beraman desa hech gap emas, qarang. Endi tushinglar. Pastga tushinglar, bo'linglar. Nima? Yo'q, aka, yetib kelmadi-ku hali. Meniki yetib keldi shaytiga, tushundingmi? Tushinglar. Tush! Men qara, nima deb qo'yibdi? Avtobus deb qo'yibdimi? Nexia. Nexia bo'lsa, nimaga avtobusni pulini berib? Muxol anaqa. Baqa ketdi soqqa, nima debdi? Nexia, aka. Bo'ldi, senga aqlim yetmayapti, to'g'ri. Baqa aka. Nima deb qo'yibdi bunga? Nexia'mi avtobusni o't baqa, baqa aka. Nima deb qo'yibdi bunga? Nima deb? Yo'qol Nexia, izdivojda qilasan. Yo'qol, men qachon ko'karaman, umrimga zolim bo'lishma. Nimaga o'zi izdivojda qildi Yandexchilar? 5000 ko'rsatdi-da rostdan. Bularni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Tortinglar, qani yigitlar? Ha, ana.